Kundan kun jangga yaqinlashib boryapmiz. Juda hayajondaman. Bilasanmi? Avstraliyada bo'lganimda muxlislar va tomoshabinlar mening raqibimni qo'llab-quvvatlashardi. Hozir esa Amerikadamiz va odamlar men tomonda. Rahmat yigitlar, bu juda ajoyib. Islom, hozir oldingda kamar turibdi, lekin texnik jihatdan bu jangga da'vogar sifatida chiqyapsan. Kamarni himoya qilish emas, balki uni qo'lga kiritmoqchisan. Bu haqda nima deya olasan? Men o'zimni hanuz chempion deb his qilaman, chunki kamarimni hech kimga yutqazmadim. Faqat ikkinchi kamarni olish uchun kelyapman. Yakshanba kuni g'alaba qozonsang, UFC tarixidagi eng uzun g'alabali seriyaga tenglashasan va 2 vazn chempioniga aylanasan. Shundan so'ng seni UFC tarixidagi eng buyuk jangchi deb hisoblasak bo'ladimi? Bilmayman to'g'risi. Hozir bu haqida o'ylaganim yo'q. Men kamar haqida o'ylayapman. Butun hayotimni chempion bo'lish uchun sarfladim. Tushunyapsanmi? Hozir orzuyimga juda yaqin turibman.